Assalomu alaykum Mebelchi kanalimizning hurmatli obunachilari, qadrdonlar, bugun juda ko'pchilik menga savol beryapti. Shu savolga xudo xolasa chiroyli holatda yechim topamiz deb Andijondagi yangi ochilgan mebel markaziga yetib keldim. Masalan, kecha ham juda ko'pchilik telefon qildi. Biz mebel olayotganda nimalarga ahamiyat berib olishimiz kerak degan savol juda ko'p bo'lyapti. Shuning uchun любой mebelni olayotganda qayerlarga ahamiyat berish kerak va albatta ustadan nimalarni so'rab olish kerak. Shular haqida ma'lumotlarni berib o'tamiz. Penal komod, stol, spalni garnitur va boshqa turdagi mebellarni ham xudo xolasa ustalarning o'zidan fikrini olib, qayerlarga va nimalarga e'tibor berishligini so'rab bilib olamiz. Do'stlar, bu juda ham foydali video obzor bo'ladi. Shunchaki o'tkazib yubormang, iloji boricha boshqalarga ham tarqatib qo'ying. Ushbu videoda ko'rgandan keyin sizni mebel olishdagi bilim, malakangiz yana ham oshadi. Iloji boricha ko'proq odamga tarqatib qo'yinglar. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa foydali video obzor bo'ladi degan umiddaman. Bemalol fikringizni kommentariyalarga yozib ketsanglar ham bo'laveradi. Shunchaki o'tkazib yubormanglar do'stlar, oxirigacha ko'ringlar. Kerakli toshda og'ir yo'q. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, biz bugungi video obzorni boshladik. Keyingi ustamiz akamiz penal komod ishlab chiqarar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, ishlaringiz yaxshimi? Usta, bizga 1-2 minut vaqtingizni ajratganingiz uchun sizga katta rahmat. Masalan, xaridor kelsa, aka, shu penal komod yoki troyka, gorka olmoqchi bo'lsa, asosan nimalarga ahamiyat berib olish kerak? Avvalo buni ishni tashqi ko'rinishiga, buni qaraydi, ishni sifatiga, qoqilgan chaklariga, kelgan ichlariga. Hozir ko'pchilik o'zimizga ham jalba qilib kelyapti. Mononisi bizni qo'yiladigan idishlarimizni ko'tara olmayapti deyapti. Oynani qalinrog'idan qo'yilgan. Ham oynani qalinroq, ham o'sha yerda ham model polka dirijatori bo'ladi. Bu oynalarimiz birlik bo'ladi, xudo xolasa xizmatlari bo'ladi. Buni 08 bor, 05 bor. O'zimni qaraganda o'zi yo'g'onroq turadi, keyin aslan e'tibor beradigan joylar polka dirijatorlarida bo'ladi. Aka, ustaga zakaz qilayotganda endi masalan 05 oyna yoki birli oyna bilan baribir pulida farq qiladi. Farq qiladi. Ozgina puldan qochmasdan zakaz qilayotganda iloji boricha birli oyna qo'ydirgan ma'qul. Birli oyna ma'qul. Keyin aslanning farqlari, bunday ishni qarasangiz, chaklarida, mana mayitlarida chaklari tushgan joylari bilinmaydi o'zi. Keyin ustunlari emdek bo'ladi. Qatirilish jarayoni 45 gradusga qatadi bu. Oddiy ustun bo'lmaydi. Keyin aslanning farqi, mononi yevro shurubi bor, oddiy qora shurub bor. O'zi oddiy odam ham biladi uni. O'zi mashina o'zida farqi katta, xizmatida ham, sifatida ham. Iloji boricha olayotganda shu samarangizlarga ahamiyat berish kerak. Aslanning samarangizlariga ahamiyat beradi. Endi misol, haqiqiy toza ish, original ishlarda birinchi o'rinda shu choklari nihoyatda tekis kelgan bo'ladi. Keyin sifat darajasi yuqori bo'ladi, silliq, chiroyli ishlangan bo'ladi. Keyin MDFmi bu yog'i ham. Agar laminat bo'lsa, narxi bitta ishga nisbatan 5-600 ming, dashi 1 milliongacha farq qiladi. Farqi bo'ladi. Farqi bo'ladi. Endi aka, agar misol uchun tashqi fasad MDF bo'lib, ichlari laminat bo'lgan taqdirda ham chekalarini PVH kromka yoki dazmol kromkada bosilganini ham so'rab turish kerak. Bularimiz o'zimiz, mana o'zimizning ish bu. Xudo xolasa bular PVH bo'ladi. Agar yo'q, uka menga dazmol ish ko'rsating desangiz, o'zi mana fekligi o'zi ochilishidan bilinadi mana. Bu dazmol. Dazmol o'zi bilinadi. Keling shu joyda bitta narsani tushuntirib bering, usta. Dazmol kromka bilan PVH kromkani farqi nimada? Farqi dazmol kromka haliginda kromkani razmeri bo'ladi. 01, 03, 08. Uni dazmolda bosiladi u. Dazmolda bosiladi. Tez ko'chadigan bo'ladi. Hali yosh bolalar bor bizda, bunday qilib ko'radi. Agar uni PVH da bosilgani bo'lsa, mana o'zi yaqqol bilinib ham turadi. Hali tinnalasa ham, bunday qilsa ham ko'chadigan holati bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi bu ancha-munchaga. Ancha-munchaga bo'lmaydi. Masalan, o'zi farqini bunday ko'rgan har doim o'zi biladi. Endi hozir asosan shu oynasiga, keyin polka dejatil, ya'ni polkani ushlab turadigan joylariga, tepa choklariga va albatta shu silliq tekis ishlanganlariga, keyin samarangizlarga alohida e'tibor bersa, olish tavsiya qilinadi. Olish tavsiya qilinadi. Endi baribir hamma narsani originalini qo'ygandan keyin narxi ham baland bo'ladi baribir. Balandroq bo'ladi. Endi masalan sizga telefon qilib arzonroq narsa so'rasa, oynasini qalinligini yuqorog'idan, yevro samarangiz o'rniga oddiyrog'idan, yana PVH kromkani o'rniga oddiy kromkalardan bosadigan bo'lsa, narx arzonlaydi. Unda sifat buzilib qoladi. Sifatsizroq ish bo'lib, sifatsiz ish bo'lib qoladi, sifat buzilib qoladi. Demak, shu narsalarga e'tibor berib olish tavsiya qilinadi. Xudo xolasa, usta, juda foydali ma'lumot bo'ldi. Buning uchun sizga ham katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin, vaqt ajratganingiz uchun sizga ham rahmat.
Xo'p, keyingimiz stol stullarni ham bir qator ko'rsatib ketamiz. Endi shu joyga keldik. Stol stullar ham bor ekan. Stol stullar olayotganda asosan nimalarga ahamiyat berish kerak? Shu savolga men qisqacha o'zim javob berib o'tib ketaman. Endi hozirgi kunda ustalar ham ancha rivojlanib ketdi. Masalan, o'zi qilayotgan ishlarini ancha sifatli, chiroyli qilishyapti. Hozirgi kunda do'stlar, masalan, stol stul olayotganda shu kraskalarni so'raladi. Asosan kraskalar hozir deyarli Turkiya kraskalaridan foydalanilyapti. Hamma ustalar ham misol uchun ikkita bir xil narsa turibdi, bittasi arzon, bittasi qimmat. Nima uchun shunaqa bo'ladi? Arzon narsaniki, misol uchun yog'ochida farq qilishi mumkin. Masalan, bakateriya yog'ochdan qilingan bo'lsa, narxi arzonroq bo'ladi, yong'oqdan qilingan bo'lsa, narxi qimmatroq bo'ladi. Aytaylik, mana shu komplekt bo'ladigan bo'lsa, buni narxi misol uchun 5,5 million so'm turibdi deylik. Ya'ni xuddi shu ko'rinishda boshqa joyda 6,5 million, 7 million turibdi. Misol uchun nimada farq qiladi? Asosiy farq qiladigan joyi yog'ochida. Misol uchun bakateriyadan bo'ladigan bo'lsa, misol 5,5 million bo'lsa, yong'oqdan bo'lsa 7 million so'm bo'ladi. Endi bunga ishlatilayotgan xom ashyolar, misol aytaylik, bakateriyaga ham, yong'oqqa ham kraskalar bir xil ishlatiladi, bir xil machalka paralon qo'yiladi, bir xil material qo'yiladi. Misol uchun xonani razmeri, stolning razmeri hamma joylari faqat bir xil bo'ladi. Bakateriyadagi arzonroq yog'ochi bo'lgani uchun narxi arzonroq chiqadi, yong'oqniki narxi kubasiga qimmatroq bo'lgani uchun qimmatroq chiqadi. Shuni hisobiga misol uchun mana stol stullarida ham ancha farqi bor. Keyin stolini masalan so'rashinglar mumkin, MDFdan yoki laminatdanligini so'rasanglar bo'ladi. Endi masalan MDFdan bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 100 ming yoki 150 ming so'm farq qilib qolishi mumkin. Chunki MDF baribir pishiqroq, yaxshiroq xizmat qiladi. Endi laminat ham zo'r xizmat qiladi. Endi avvalo tutishga bog'liq. Endi MDF suvga chidamliroq bo'ladi. Laminat unga nisbatan ozgina suvga chidamliligi pastroq bo'ladi. Shu joylardan so'rab olsanglar bo'ladi. Undan tashqari do'stlar, mana ko'ryapsizlar, mana materiallari har xil materiallar. Kimdadir bunaqa однотонный material qo'yiladi. Keyin mana bu ishlarni ham ko'rsatadigan bo'lsak, bularimizni mana gullik shunaqangi turetskiy materiallardan qoplab qilingan ishlar mana. Xullas ko'ryapsizlar, mana bu simaqlalik, haqiqiy simaqli quyma zavodskiy Xitoydan keladigan ishlar. Endi bular narx qimmat. Xullas har xil ishlar do'stlar. Asosiy so'raydigan narsangiz birinchi o'rinda yog'ochi, ikkinchi o'rinda misol uchun materiallar qayerdaki, kraskalar qayerdaki va albatta stol, laminat yoki MDF. Shularga so'rab ahamiyat berib olsanglar bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi mana spanli garniturlarga ham yetib keldik. Spanli garnitur olayotganda asosan nimalarga ahamiyat berish kerak va ustadan nimalarni so'rash kerak? Shu haqida hozir ustadan ma'lumot olamiz. Isroiljon, Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, rahmat. Xo'p, Isroiljon, obunachilarimiz orasida shunaqa savol bo'lyapti. Spanli garnitur olayotganda ustadan nimalarni so'ray va nimalarga ahamiyat beraylik degan narsa bo'lib qolyapti. Shunga bir qisqa sodda chiroyli javob bersak, xudo xolasa obunachilarimizga foydali ma'lumot bo'lib qolsa, biz bundan xursand bo'lamiz. Xo'p bo'ladi aka, endi o'zimiz ilmimiz yetgancha xudo xolasa ma'lumotlarni beramiz. Spanli garnitur olayotganda nimalarga e'tibor qaratish kerak? O'zim pashti 1,5 yildan beri shuni ichidaman. Asosan aka, hamma biladi bu narsani, o'ziga komfort bo'lish kerak. Arzonmi, qimmatmi bu muhim emas, o'zi uchun komfort holatda bo'lish kerak birinchi navbatda mebel olayotganda. Ikkinchi navbatda asosan korpus qismi laminat displeyda yig'ilyapti hozirgi ishlar. Agar 100% krashinni MDF qo'riladigan bo'lsa, unda ancha og'ir mebel bo'lib ketyapti, lekin laminat displey ham MDF ham bir xil xizmat qiladi. Agar akkuratli foydalanadigan bo'lsa, uzoq umrlar xizmat qilib beradi. Ikkinchi navbatda eshikda oshiq-moshiq petlalariga e'tibor qaratish kerak. Bularni nazarda tutib aytyapman. Asosiy eshikda xizmat qiladigan narsasi shu narsa hisoblanadi. Shu narsa bo'ladi. Buni usta bilan gaplashayotganda garantiyasini olinglar do'stlar. Buni ligrovkadan chiqib ketadigan bo'lsa, o'z atverka bilan qilsangiz bo'ladi. Lekin demoqchi bo'lganim, men vakuumligida hozirgi hamma petlalar ko'proq vakuum bo'lib chiqyapti. Bu qanaqa holatda kerak bo'ladi? Agar uyingizda yosh bola bo'ladigan bo'lsa, bu uni qattiq yopib yuboradigan bo'lsa ham, mana ko'rib turganinglardek, oxiriga yetmasdan bitta to'xtab oladi-da, keyin sekin o'zi akkuratlik qilib yopib qo'yadi. Yarim holatda ochiq qolib ketib qolmaydi. Bundan tashqari ovozi ham chiqmaydi. Darang durung degan ovoz chiqib ketib qolmaydi. Bunaqa narsa. Endi misol
tabiiy ravishda agar bu narsalarni ham endi har xil variantlari bor. Misol uchun sharoit ko'taradigan bo'lsa, iloji boricha yaxshirog'ini qo'ydirgan ma'qul. Yaxshirog'ini qo'ydirgan ma'qul. Aka, o'zi aka mebelni fasoni soddaroq bo'lsa ham, ichida ishlatilgan aksessuarlarni yaxshisidan qo'yib bering, qimmatroqdan qo'yib bering desa, yaxshiroq bo'ladi. Haligi gapimiz bor aka, arzon pulga qimmat mahsulotni tuftasini olgandan ko'ra, qimmatroq pulga arzon narsani zo'rini olgan yaxshi, uzoqroq xizmat qiladi. Laminat displeyda ishlangan ishlarda e'tibor qaratishni xohlardim. Bizdan mebel oladimi, umuman qayerdan mebel olyapsa ham, o'zini shahridanmi, PVX kromka bo'lsin, chekalari. Sababi dazmol kromka уже muomaladan ko'p chiqib ketdi holatlarda, lekin ba'zi uchrab turibdi baribir. Agar bu dazmol kromka bo'ladigan bo'lsa, bu bundoq qilganda qo'lda ham chiqib ketib qoladi. Ko'chish oson bo'ladi. Ko'chish oson bo'ladi. Keyin PVX kromkani ham o'zini millimetrlari bor, qalinrog'ini imkon qadar olsin. Endi masalan dazmol kromkada shu joy ko'chib ketadigan bo'lsa, bu teppish ekan degan narsa bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun shu joylarni so'rab surishtirib olsangiz yaxshi bo'ladi. Endi asosan matraslariga ahamiyat berish. Matraslariga alohida e'tibor qaratadi, chunki spalni garniturda asosan ishlaydigan narsa matrasi. U ichki bolt gaykalari misol muddat haligi baribir yillar o'tgandan keyin, oylar o'tgandan keyin bo'shab qoladi. Uni matras tagidan ochib turib qatirib olsa bo'ladi, lekin matrasni umuman o'zgartirishga to'g'ri keladi. Shu sababdan asosiy xizmat qiladigan narsa shu matrasi, ish shkafini, eshik petlalari. Shularga asosan e'tibor qaratsa bo'ldi. Bu chiroqlari, misol u keyingi 2-3 darajali. Materiallariga ham aka, sababi yostiqni qo'yganda bosh mashitda turadi. To'g'ri. Shu joylarda turadi. Shu sababdan moshi material imkon qadar olsin, ustadan aytib so'rab. Endi masalan bu ham 1 yil, 2 yillik narsa emas, bitta olsa 10 yil, 15 xizmat qilsa, To'g'ri. kelajakda shu joylar misol kir bo'lib qolsa, moshi material bo'lsa, bemalol yuvib, yana oppoq holatga keltirib foydalansa bo'ladi. Shunaqa holatda aka. Endi bu misoli shu aksessuarlari ertaga buzilsa yoki boshqa bo'lsa, endi bu Xitoydan keladi. Buni alishtirib qo'yish narsa emas. U oson, almashtirib qo'yish oson. Almashtirib qo'yish oson. Endi qo'shimcha ma'lumotlar hozircha shular. E'tibor qaratadigan narsasi. Asosiysi endi shu PVX kromka, mexanizmlari. Xo'p, yana matrasi eng asosiysi. Endi ko'proq matras foydalaniladi. Matras. Iloji boricha shuni yaxshisidan qo'ydirgan ma'qul. O'zini kilosini aytsa, usta shunga qarab variant aytadi. Keyin yana bitta shubha bo'lib qolishi mumkin. Biz Andijon ustalarida shunaqaki, zakaz olgan narsasiga javob beradi. Aka, o'zingiz ham ko'p guvohi bo'lgansiz. Ichida misol uchun petlalarni ham, vakuumligini ham har xili bor. Eng qimmat davchi zo'rlarni qo'yib beraman desa, shunga yarasha pul olsa, xuddi shu narsani qo'yib beradi. Hali shubha bo'lib qolmasin. Uyingizga borgandan keyin bemalol tekshirtirib olsangiz bo'ladi. Qaydan olsangiz ham, lekin so'rab usta har doim xaridorni cho'ntagiga qarab, imkoniyatiga qarab yasab bera olmaydi. To'g'ri. Zo'rini qilib ber deganga zo'rini qilib beradi. Pastroq urovingda turadiganni qilib ber desa, xuddi shuni qilib beradi. To'g'ri. Xuddi shunaqa narsa. Mal foydali ma'lumotlar uchun rahmat uka. Ishlarga omad. Do'stlar, bittadan like bosinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar.